Assalomu alaykum azizlarim. Bugun biz siz bilan aqlingizdagi kishini sizga qarshi tuyg'ularini ko'rib chiqamiz. Bu insonlar qandaydir sayohatda yoki boshqa bir davlatda yoki yo'l usti tanishgan bo'lishingiz mumkin deyapti. Xuddi shunaqa holatda tanishgan insonlar bo'lsa, bu ochilim demakki ular uchun yo sayohatda, boshqa davlatda, boshqa shaharda yoki bo'lmasam yo'l usti tanishgan bo'lishingiz mumkin. Mana shunaqa insonlar uchun bu ochilim deyapti. Tuyg'u holati bilan bog'liq narsani so'rashda ham keragi qolmadi. Bu yerda aytayaptiki, bu taqdirni o'zi yuzlashtirdi va juda ham chiroyli, nima deydi, mustahkam iplar bilan bog'langansizlar deyapti. Ya'ni sizdaqasini oldin uchratmagani ko'rinyapti bu yerda. Xuddi shunday. Siz yagonasiz deyapti. Shuncha nimalarda ichida, shuncha insonlar ichida ayolmisiz, erkakmisiz farqi yo'q. Do'sti yorlarini ichida ham, oilasi ichkarisida ham, boshqa oldin bo'lgan sevgilisi bordir, boshqasi bordir. Ulardan ajralib turuvchi bir inson ekanligingiz ko'rinyapti bu yerda. Va deyaptiki, bu munosabatlari yaxshi rivojlantirib borishga, urinib ko'rishga arziydi deyapti. Yana ham nima deydi? Bu taqdir hamma narsa sizni qo'lingizda, sizni qarorlaringizga bog'liq, lekin sinab ko'rsa arziydi deyapti. Atrofingizda sizga zarar beruvchi insonlar bo'lishi mumkin bu munosabatlarga deyapti, lekin bu inson deyapti ba'zan adashishi mumkin, kimlarnidir gapiga quloq solib qo'yishi mumkin, boshqa, lekin oxirida haqiqatlarni ko'rib, tushunib yetadi. Ya'ni siz bilan bog'liq haqiqatlarni doimo ko'ra oladi. Balkida ba'zan kechroq ko'rishi mumkin haqiqatlarni, lekin albatta ko'radi deyapti. Ba'zi insonlar uchun bu aqlingizdagi kishi balkida oilali insonlardir. Agar oilali insonlar bo'ladigan bo'lsa, bu masalaga o'ta nozik qarashingizni maslahat beraman. Agar oilali inson bilan munosabatga qurishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, o'z hayotingizni yo'lini tanlashingiz kerakligini aytib o'tishim kerak. Xafa bo'lsalaring ham, bo'lmasa hech kimga aql berishga haqqim yo'q. Hammani hayotiga o'zi javobgar va hammani hayoti har xil, hammani o'ziga yarasha dardi bor, boshqasi bor. Lekin agarda oilaviy inson bilan birgalikda bo'layotgan bo'lsa, bu aqlingizdagi kishi nimalari bu yerda tugash ko'rinyapti. Lekin hech qanaqangi oilasi boshqasi yo'q, yolg'iz inson bilan esa deyapti, hayotni yangi rang-barang olamlari kashf qilib, yangidan yangi eshiklar ochishingiz ko'rinyapti. Bu eshiklar hammasi deyapti baxt tomonga yetaklovchi narsalar deyapti. Bu munosabatlarda juda ham poydevori mustahkam bo'lishi ko'rinyapti aqlingizdagi kishi bilan. O'sha aytib o'tganimdek yo'ldadir, yo'l ustidir, boshqa davlatda tanishgandirsiz. Agar bu inson oilali bo'lmasa, hammasi a'lo darajada bo'lishi ko'rinmoqda. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.